Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men o'sha sizlar tanigan va tanimagan Ramzis Gamer. Do'stlar, bu videoda biz Counter'da prank videosining 6-qismini olamiz. Hop, boshladik unda videoni. Okey. Davay, bu safar o'ylab qo'ydim, Samira qo'yamiz ismini. Manacha shu yaxshi, Samira ismi. Do'stlar, Counter'da prank videosi 8 ta qismli bo'ladi. 8 ta yoki 7 ta xullas. O'sha 8 ta qismining hozir 6-qismidasiz. Video boshidayoq eslatib o'taman, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Xo'p, Xolisa degani kirdi. Bu qiz bola bo'lsa kerak. Balki bo'ladir, salom debdi. Nima qiz bola salom deb o'ylaydimi? Qiz bolamisiz yozmoq. Do'stlar, Timur 2012 kirdi. Do'stlar, aytgancha yilimizni yana bir marta 2012 qo'yamiz. Eng normasi shu ekanda o'zi. Counter'da prank videosini qiz bola. What the hell? Okay. Xo'p, do'stlar, ko'rganingizdek, bu o'xshamadi. Uncha yaxshi chiqmadi. Shuning uchun men bu yerga 0.2 qo'shib boshidan ochamiz. Cho'ta do'stlar, borgan sari qanaqadir Counter prank videolarim uncha o'xshamay qoldi. Buning uchun uzr so'rayman. Chunki o'li ham tushunib, bilib ko'ryapti-da. Maga 09 kirdi. Rus nima bu? Yoki. Yo'qchi. Sigur. Wow, Zenus Shark va yana barabar kimlardir kirdi. Yeyibal. Cheksiz yuradi, cheksiz. Salom Samira. Salom. Gulbahor 2016. Yo, 2016'lı ham ondan neyse. Sharkzen Samira qatlisiz. Toshkentda o'ziz. Nechva? Okey, do'stlar, videoni mana shu joyda ko'rgan bo'lsanglar, albatta like bosib qo'yinglar. Namangan Lu. Namangan Lu. Namanganlik emas, Namangan Lu deb qo'y. Ana kim ana? O'ntaman, o'ndagi. Bilmadim. Zoda. Gördü. Yaxshi. Zoda serverda bo'lyapti. Tanishasizmi? Bilmadim. Hadi shu noto'g'rilancha. Nechinchisiz o'zi. Va ha. Birinchi aniq emas. Yo'qida Insta bormi? Uydagilar ruxsat berishmaydi. Uydagilar ruxsat berishmaydi. Eng ommabop bahona. Bahona emas bular. Chunki men yaxshi xizmat deb yozib qo'ydim. Тихо. Да.
hali yaxshiroq tanishib olaylik keyin. Bittada do'stlar, anaqa birdaniga hali hech narsa hali menga ismini ham aytgani yo'q. Bitta nomerini beraymi deyish. G'alati shekilli. No. Nima bular bir-birini otmay o'tib? Oldiga ketdi, shuni qaratdi. Bu yomon ekan. Shahzoda chiqib ketdi. Voy tush oldi. Yaxshi, brother. Hangaligim gaz bola yoqadi, yozing. Gaz bola yoqadi. Nima SMS tanishaveramiz, server buziladi hozir. Nima? SMS tanishaver. Kim gaz bola yoqadi? Server buziladi. Unda siz 2 kishilik server oching. Nomini aytasiz, nickini Jens. Jens. Okey, нормально. Voy. Otamning mana sizga yoqaman. Ha, yaxshi. Otamga. Otam. Davay ochamiz. Ya, albatta. Xursandligiga qarayversa bolani. O'ta xursand. Kirdimi? Yo'q, kirmadimi? Davay, ketdi. Albatta. Do'stlar, kanalimizning 99% dan ko'proq odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Buni to'g'rilash uchun albatta pastga tushib obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Davay dommani browser. Oching. Bo'ldi do'stlar, bitta anaqa serverga kirib qolamiz ochsa, hozircha bular bilan chiqib ketib yana ishimizni davom ettiramiz. Let's go browsers. Men bo'ldi, tanishmayman. Bu ham asabiy o'tirar ekan. Fikrimdan qaytdim. Nima restart bot boshqa. Cho'za, yozmat. What you 19 8 7 6 5 4 3 2 1 ketdik. Do'stlar, endi bitta. Bu sal pal o'xshadi, no shart emas bo'ldi. Ana, ko'rdinglar. Savol. Qiz bolamisiz? Yo'q. Nuqta, lekin nuqta ham qiz bola bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan bo'ladi. Yaxshi. O'zizchi. Yo'q, o'g'il bola ekan. Bo'ladi. To'ta. Yaxshi. Qayerlisiz? Toshkent. O'zizchi. Birinchi boshlanishiga necha bo'laveradi do'stlarim? Jizzax, okey. Yaxshi. Bilmayman, nima bo'ldi? Hozir yigitingiz bormi deb so'rasa yoki necha yilsiz deb so'rasa. So'ramaydi, chunki men yozib qo'yganman ismimga. 2012 misiz? Ha, sizchi? Ha, yozib qo'yganman. Nima ko'rmisiz, bro? Nima bu 2002? Ya 2010 ekan. Yaxshi. Yana bu safar ham katta odam chiqdimi debman men o'tgan safargidek o'xshab. 2000 ekan debman. Okey, yutqizyapsiz brother. Hozir nima deb yozsam deydi, Давай gaz bo'ling, gaz.
Yozish bilan ovoradi. Hoynahoy. Sizlar bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish bilan ovora bo'linglar. Da aytdim, yigitingiz bormi deb so'radim. Yo'q. Afsus qo'y. Ya afsus kerak emas, chunki hech qayerda ko'rmaganman men bunaqa narsa. Afsus bo'lsa yemaydi desalgina. Men bilan tanishasizmi? Oydek oy desa oydek, gul desa guldek yigitman. Deydimi? I just wanna Toshkentda qayerdansiz? Mirzo-Ulug'bek. Deymiz. No, birinchi hayolimga kelgan tuman shu bo'ldi. Tanishasizmi deb so'ramaydimi? Tanishib bo'lgandan keyin gaplashasizmi deb so'rasa kerak edi. Bu savol beradi, men javob beraman hozircha. Ha. Insta bormi? Yo'q. Chunki o'zim ham bir anaqa tajriba uchun sinab ko'rdim-da. Juda ko'p qizlar mana shu kontrol o'ynaydigan qizlar asosan. Ko'pini Instagramga olgan. Telegramga yo'q ko'pchiligida. Yo aldiydi, yo senga bo'ladi. Frankchimsiz? Qanaqa? Voy bilin. Frankchimisiz siz ham? Voy do'stlar, bunisi ham o'tgan videodagi shunaqa bo'ladi adashmasam. Bittada sezib qoldi, qanaqadir qilib. Ko'rganmi deyman do'stlar, bironta bir videomizni. Nima balki? Rostdan yo'qmi? Ha, yo'q. Akam ruxsat bermaydi. No, bildimi, bilmadimi? Yo'qmi? Zo'r gap bo'ldi. Bildimi, bilmadimu? Ha, nomeringizni bering. Bo'lmasa, nega siz hali tanishasizmi deb ham so'ramadingiz-ku. Do'stlar, hozir bitta rozi bo'lsa, точно bilib qoladi. Biz anaqaligimizni. Chunki siz hali tanishasizmi deb ham so'ramadingiz-ku. Yo, bermayman unda. Yo, bermayman unda. Xo'p. Okay. No, может, xo'p, tanishasizmi? Bilmadim. Endi bilmadim sekin-sekin. Botdi. Yaxshi do'stlar. Juda cho'zilib ketmaydi degan umiddaman video. Menimcha cho'zilib ketmasa kerak. Menga lekin gaz bolalar ko'proq yoqadi, tabaqalar. Ya yeb ovqatni yeb qolib. Menga lekin gaz bolalar. Ana buni. Lekin hech qaysi qiz bunaqa deydimi, demaydimi bilmayman, men ko'rmaganman lekin. Mana shunaqa yozganini. Nima deganingiz gaz? Shuni ham tushunmaysizmi? Yo'q, tushunmayman. Ha, unda tushunmay yuravering. Yo, salgina bir anaqa qilish kerak-da, anaqa qilish kerak. Do'stlar, juda zerikarli odammi? Nega buncha ko'p videolarda zerikarli odam chiqyapti? Shu borgan sari zerikarli bo'lib ketadi yigitlar. Ay, menda emas, mana shunaqa odamlarda. To'g'rimi? Bor qanchalik qiziqarli qilmoqchi bo'laman, no, lekin no. Lekin do'stlar, hozir bir qiziqarli qilsa bo'ladi, lekin bu bilib qolish aniqda. O'zingiz tanishmi istamayapsiz, shuncha nima deganim. What the hell, nima deyapsiz? Shuncha nima deganim. Mayli. Tanishaman, lekin nomerimni hali bermayman. O'ylab bo'ldingizmi? Chunki menda bu birinchisi. Hali sizga to'liq ishonmayman. Hali sizga to'liq ishonmayman.
inson insta yodvomanu nima bu? Bular hozir bolalar nazarida hamma qizning Instagram bor deb to'g'rimi? Biz oxirgi gapimiz shuni yozib chiqib ketaman yoshi. Berib ketdi odamning gaplaridan. No. Sizni nima deb chaqirsam yoqadi. Voy endi qiz yaxshi ketyapti. Mayli, chiqib o'z oldiga kutaylik. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Yaxshi. To'xtab olyapmanmi? Okey, mayli. Kutaylik do'stlar, shunchaki vaqt. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'rib keyin yozasiz unda. Voy. Birov yotamas ro'za Ramazon oyida. Birdan bunaqa qilib boshlash. Mayli, siz-ku vashi anaqa. Boshqalar vashi. Vashidan vashi. 6 kishilik serverda o'zi boshlayapti. O'ylab ko'ring, keyin yozasiz. Ismingiz bilan chaqiraymi? Xohlasiz. Balki boshqanasiga chaqirasiz, brother. Balki deyman-da. Jonim, nomeringizni berarsiz endi. Voy xudoyim-ey. Hali yaxshiroq tanishaylik. Bittada jonim bo'lib ketdi-yu. Ismini so'raysiz? Ismingiz nima? Ismini rostdan boshdan beri so'ramadimmi? Hali yaxshiroq tanishaylik sizni. Nima so'roq? What your hell? Ismingiz nima, jon? Vah, shuncha. What your hell? Bilib qolsa bo'ldi dedi do'stlar. Chek o'tgan videoda bitta. O'tgan videoda katta xato qo'ydim-da. Behruz yaxshi, menimcha bilmayapti. Buni ko'zga kelib ishlaydi. Ha, yaxshi. Menda Telegramim akamga ulanganda. Bili. Aldamang. Rost gap. Aldab menga nima foyda? Ro'za oyida aldamang baxshida. Ro'za oyida men aldasam, siz bu yerda bunaqa ishlarsiz qilib o'tiribsiz. Qanaqa u? Shaytondan naryoda sigaret chekib o'tiribdi. Asalim jonim. Yeah, bro, nima gap? Zo'rmi? O'zim bo'lajak bir balo nima deyiladi? Mayli, yozsinchi. Aldavasiz yoki siz qiz bola emassiz. Aldayotganim yo'q. Xohlasangiz Snapchat yo'q bo'lsin. Bundan rostdan 5 yil o'rgib qoladi. Yo, menimcha yo'q edi. Taq. Ya, onasini yozsam bo'lmaydi-ku. To'g'rimi? Bularga rostla ishondi. Bittadan ikkita ushladi. Shunaqaroq. Lekin juda sekin yozar ekan. Snapchat tushunmayman. Men esa doim o'shanda o'tiraman. Xuddi Instagramga o'xshaydi. To'xtanglar, Instagramga so'rasa kerak, Instagram qanaqaligini siz qayerdan bildingiz? Men chunki oldin ishlatganman. Hozir esa yo'q. Mayli jon. Kechroq soat 19:00 da shu mikda kiraman. Kirarsiz siz ham. Mayli jon. Hozir portlab ketadi-da.
Yomon. Mayli do'stlar, sizlar like bosib qo'ying. Sizlar like bosib qo'yaveringlar. Qoldi. Xayr. Shu bilan videomiz o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.